Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Go'zalim ona qizim, qosh ko'zi xuddi o'zim, ta'rifga yo'qdir so'zim, mana muslima qizim. Oy desam oydan go'zal, so'zlari qandoq asal, dada desam man kasal, bo'laman ona qizim. Qizalog'im oyna, sho'x shodon oyna, bir kulib oyna, bugun sen tug'ilgan kun. Ona qizim oyna, sho'x shodon oyna, bir kulib oyna, bugun sen tug'ilgan kun. Malla soch qo'g'irchoq, dilimga ovunchoq, ko'zlarim quvnab ketar, ochib kelsang quchoq. Oy desam oydan go'zal, so'zlari qandoq asal, dada desam man kasal, bo'laman ona qizim. Qizalog'im oyna, sho'x shodon oyna, bir kulib oyna, bugun sen tug'ilgan kun. Ona qizim oyna, sho'x shodon oyna, bir kulib oyna, bugun sen tug'ilgan kun. Qizalog'im oyna, sho'x shodon oyna, bir kulib oyna, bugun sen tug'ilgan kun. Ona qizim oyna, sho'x shodon oyna, bir kulib oyna, bugun sen tug'ilgan kun. Поздравляю тебя на всех языках мира. Слышал, личный джин тебе прилетал мигом. Happy birthday, только знаю я. Жги давай, ну короче, с ДР пусть все говорят. Поздравляю тебя на всех языках мира. Слышал, личный джин тебе прилетал мигом. Happy birthday, только знаю я. Жги давай, ну короче, с ДР пусть все говорят. Поздравляю тебя на всех языках мира. Слышал, личный джин тебе прилетал мигом. Happy birthday, только знаю я. Жги давай, ну короче, с ДР пусть все говорят. Ну чё ты приуныл?
Assalomu alaykum. Tekrar onlarning sohib va sohibalari, fayzli Gulshanning aziz mehmonlari, bugun mehribon insonlarni bilan tabriklash uchun keldik. Asal qizim, Safiya xonim, sizmi? Shirin qizim, jonim qizim. Uncha ham shirin ekan bu qiz. Qani davramizni markazga o'tib olingchi. Nima deb yozib turibdi ekan? Nima deb yozibdi? Что написано? Qizim написано. Nima degani u? Do'shka degani. Marhamat turib olasizlar onajoningiz bilan birgalikda va shirin qizimizni bugungi azizlar hammanglarni quvonchli kunda bugungi Safiya xonimni tavallud kuni bilan muborakbod etamiz. Safiya qizim, tug'ilgan kuningiz qutlug' bo'lsin. Umringiz uzun bo'lsin. Hamma yaqinlar baxtiga sog' bo'ling. Sizni tug'ilgan kuningiz bilan dadajoningiz Rafjon, ayajoningiz Dilafruz, opoq dadangiz, buvijonlaringiz, tog'ingiz Ahrorbek, xonalaringiz Lobarxon, Yulnoraxon, Umidaxon, ammajonlaringiz Manzuraxon, Mavludaxon, marhabo xonopalar, xudo xolalaringiz Nargizaxon opa, Zulgaraxon opalar, opajoningiz Rayyonaxon nomidan tabriklaymiz. Tug'ilgan kuningiz qutlug' bo'lsin asalim. Ko'z yoshlarga kiring, baxtingiz ham xuddi o'shaga go'zal bo'lsin. Dilafruz, marhamat birga turib olasiz. Shuni kuzingizdan va sizga yaqinlaringiz, ota-onangiz nomidan bir izhorlarimiz bor. Orzularim qanotidan o'zing qizim, onang sabr sabotdan jonim qizim. Alloh bergan suyanchig'im, go'zal qizim, tavalluding qutlug' bo'lsin aytayim. Sen borsanki bu dilagi taqdir qolmas. Yuragimning qimmatlisan g'amim bo'lmas. Baxtimga sen sog' salomat bo'lsang, navbat tavalluding qutlug' bo'lsin, go'zal qizim. Duodaman ko'ring baxt kamolingni, shukr qilay ko'rib qalbu jamolingni. Onajoning, dadajoningdan bu she'riy tilak, go'zal qizim, tavallud kuning bo'lsin muborak. Buvijonlar, sizlarga ham qo'shimcha so'zlar muborak bo'lsin. Bu bayram aslida sizlarniki. 8 yil avval xuddi shu kuni Dilafruz yorug' dunyoga shu go'zal qizni keltirgan va sizlarning quvonchinglarga sabab bo'lgan. Ilohim yaxshi kunlar ko'p bo'lsin, qizimiz baxtli bo'lsin. Aziz mehmonlar, endi musiqa taqdim etamiz. Hammani bayram vaqtiga taklif qilamiz. Marhamat.
Tug'ilganlar. Bunaqa tug'ilganlardan ko'plarni Sofa, tug'ilgan kuningiz bilan ota-onangizni baxtiga doim sog' bo'ling, doimo chiroyli bo'lib, opingiz bilan baxtli ota-onangizni oldida o'ynab kulib yurishingiz nasib qilsin. Bizni oldimizda buvijoningizni, opatingizni baxtiga, hammamizni baxtimizga doim sog' bo'lib yuring. Katta qiz bo'ling. Endi buvijonlarimizga tabrikchi so'z beramiz. Buvijonlar marhamat tabriklar qilasizlar. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar, qadrdonlar. Bugun meni nevaralar Safiyaxonni shularni kuniga hammamiz yig'ildik. Barchamiz uchun shodli, quvonchli kun. Safiyaxon yuzlariga kelsin. Allohim baxt kamolini bersin. Nimaki yaxshi niyati bo'lsa, niyatlar bersin. Gapidorim ham, qizimlar ham, ayolim ham, shakyorlar hammasi baxtli bo'lib, yuraklarimizni xuddek niyatlarini amalga oshirib, to'ylar katta bo'lsin. Safiyaxon to'yingiz bilan tabriklaman. Sizninglar deyman. София, поздравляю с днем рождения, с прекрасным Богом, учиться хорошо. Все поздравляю, я люблю вас, очень учиться. Endi qizimizni qilgan ota-onamizni, xolajonlarni bor mehr-muhabbat qo'shib tayyorlagan shirinligimiz bor. Bayram tortini taqdim qilamiz. Marhamat, hammamiz olqishlab turamiz. Qizimiz uchun dadasining nomidan shirinligimiz bor. Marhamat, taqdim qilamiz. Judayam chiroyli qirolicha bo'ldi qizimiz. Malikamizni bugungi yetib kun bilan tabriklaymiz. Endi hamma raqsga marhamat bitta mazza qilib o'ynaymiz. Yanayam bundan ziyoda katta qiz bo'lsin. Ota-onasi rivojlariga bersin. Shirin qiz bo'lsin.
to'ylarda xizmat qilaylik bizlarni bilmasdan chiroyli deydilar. Hammamiz hammani eng yaxshi niyatli ishchilar. Shunday qo'shachilikda qo'shib o'ynab yuravering. Sizlarni ham hammanglar ko'p baxtlarni bersin. Amin. Mana bugun shunday ulug' shodiyona kunda turibmiz, qizimizga ulkan baxt tilaymiz. Ota-onasi baxtiga doim sog' omon bo'lsin. Bobolari, buvilari bilan birgalikda juda ham chiroyli bo'lib, baxtlarga erishib yashasin. Gaplarimni topolmay qolgan, hayajonim. Ota-onasiga mehribon farzand bo'lsin. Hamma orzu qilgan farzand bo'lsin. Hoji ona, hoji ota bo'ladigan bularning yonida turishlik nasib etsin. Hamma yaxshi to'ylarimizni qo'shamiz. Marhamat, sizlar to'lasini qilamanmi? Vaqtingizni bitta o'yin aytaman. Mana shu o'yinimizni bajarsak, kim birinchi bo'lsa, sovg'ani taqdim beraman.
Assalamualaikum, aziz mehmonlar. Xushkelibsizlar. Mana bugun go'zal qizalog'imiz Sobirxonda tavallud ayyomlarida o'tiribmiz. Qizalog'imizga sog'lik, salomatlik, chiroyli baxt, omad, va o'zimiz nomidan, oilamiz nomidan hamisha ota-onasini bag'rida baxtli, saodatli bo'lib, voyaga yetib, jamiyatni yaxshi vakil bo'lib yetishni tilayga boshladim. Yana qizimni ham tabriklayman. Rahmat e'tiboringlar uchun. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun Soliha qizimiz tug'ilgan kun ekan. Bizga baxt tilaymiz, hamisha sog'lik, omonlik tilaymiz. Ota-onasini baxtli, sog' bo'lsin, mehribon bo'lsin. Nima niyatlari bo'lsa, niyatlariga yetisha olsin. Hamisha baxt tilaymiz. Xush kelibsizlar. Genius. Genius. Judayam chiroyli. Mashaxonga rahmat. Mana Rossiyadan kelib O'zbekona rasmni o'rganyapti. Sog' bo'ling. Sizga rahmat. Jiyaningizni xursand qilish uchun shunchalar harakat qildinglar. Tog'asi bilan xolajonimizga rahmat aytamiz. Bor bo'linglar. Ilohim yaxshi kunlarda jigarlaringlar ham shu narsaga asqotsin. Sog' bo'linglar. Endi esa jurasizlarga chiqamizki, jajjigina qizalog'imizni hamma yaqinlarini erkatoyi degan go'zal qizimiz Sobirxonni tug'ilgan kuni to'galiklarga nishonladik. Hech kimni hayoliga kelmadi, bu darajada chiroyli bo'ladi. Ilohim baxt to'ylarida ham birga bo'lish hammamizga nasib qilsin. Endi qizimiz shunaqa sovg'alar uchun barcha yaqinlarga minnatdorchilik bildirib qo'yadi.
Tushliklarda ishlasizlar kanalida. Keyin birinchi yorsa, Sofiyaning ayasi sovg'a beradi. Katta qilib pishirib yoramiz. 1, 2, 3 boshladik. Rahmat asal qizlarim ishtirok etib maza qildinglarmi? Sog' bo'linglar, tinch bo'linglar. Yana yaxshi kunlarda uchrashguncha omon bo'linglar. Qadrdonlarim, jigarlarim, hammalar boringlarga shukr. Kelganinglarga shukr. Boringlarga shukr. Biz hajolaymiz. Bunaqa katta tug'ilgan kun bo'ladi deb kutmadim. Hammalarga yaxshi ko'raman. Xudodan sog'inib keldim. İki yılda görüştük bana. Hamdülillah yaxshi ko'raman. Boringlarga shukr. Rahmat sizlarga ham. Sizga ham rahmat keldi. Sog' bo'ling.